7 keyin 7 ishqilib obunachilar 10 xil zo'r. Har xil sapoqlarimiz bor. Bemalol kelib olsangiz bo'ladi. Keyin narxidim zo'rna. Biz 200 ming kiloga o'lchab beriladi bu yer. Yana bulardan bor har xil 9-magazin Umar Shoes Kids yangiliklarni e'lon qilishdan to'xtamaydi. Assalomu alaykum hurmatli foiz obunachilarimiz, sizlarga zo'r yangilik bilan chiqartiramiz. Umar Shoes Kids endilikda ayollarimiz uchun sapoqlarni, kardiganlarni, keyin undan tashqari sviterlarni zo'r narxda qo'yib beradi obunachilar. Videomizga bir like bosib obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa yangilikni zo'r bo'ladi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni video davomida yozib turinglar obunachilar. Esa gittik bir yandan boshlaymiz. Ya'ni sviterlarimizdan her xil renginden geldi obunachilar. Görgenlerinizde razmeri standart bo'ladi. Razmerini standart bo'ladi ve bundan tashqari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 keyin 7 ishqilib obunachilar 10 xil renginden bo'ladi. Bahosına qiziqmi? Bahosi 50 ming so'mdan qo'yib bergan. Bu tamam bo'lincha. Srok belgilanmagan bulara. Keyin ko'pchilik so'ragan, Alloh shukr, Umar Shoes Kids nesini kelecekmi? Krossovkalar yangilanganini kelecekmi deb so'rab obunachilar uchun krossovkalarni yangilaridan keldi. Obunachilar har xil model xilasidan ko'rganlaringizdan. Mini krossovkalarimizdan keldi. Keyin mini Gucci krossovka. Eng asosiysi qaranglar, bu yerda universal, женский мужской, liboyni gitaveradigan krossovkalardan keldi. Obunachilar keyin mini sportsmenlar uchun krossovkalarimiz keldi. Bunun razmerlaridan ham bor obunachilar. Görgenizde ben o zaman xatarına gitken benim toy tashkillar uchun ham chotki jeans chaluv bilan tushib turadigan krossovkalardan keldi. Bahosi qiziqmi obunachilar? Bahosi 99 ming so'mdan belgilangan. Xohlagan krossovkalar ishordinglar. Buning har xil rangidan bor, buning rangidan ham bor. Ustugina bog'ichi qora rangdan bo'ladi. Keyin meni podosha blend Gucci'lardan kelgan. Bulardan ham bor obunachilar. Yana ko'rganlaringizdek, xullas bu yerdagi krossovkalaringiz 99 ming so'm bo'ladi. Mana bir yangilik desak bo'ladi. Razmeri ko'pchilik so'rashi mumkin, top bilamizmi, yo'qmi? Obunachilar, biz aytdikmi? Javob 100% razmeri topsangiz bo'ladi. Yana har xil krossovkalarda bor. Mini podosha bilan chotki oyoqqa qo'nib turadigan mini krossovkalarimizdan bor. Buninglardan bor. Yana xullas sizlarga yoqadigan stilli krossovkalarimizdan bor obunachilar. Keyin sviterlarni ko'rsatsak, sviterlarning turishi, qaranglar. Chotki tushib turadi. Eng asosiysi to'ziq qolmaydi. Kami 1 yil, 2 yil olib keladi. Bu narsani giysizlar. Narxi haddan tashqari arzon narxda qo'yilgan buni. Keyin sapoqlarga keladigan bo'lsak, ayollarımizda sapoqlar ham kerak. Bahosi o'ta darajada super bahoda qo'yib qo'yganlar bularni. Ko'rganingizdek, zamush xilasidan bor. Buningdan bor. Keyin buningdan xullas bu yerda razmerlari 100% topiladi. Mening masalan maktab uchun. Keyin bu kattalarga oladi obunachilar. Keyin kichik razmerdagilardan ham bor mening xillarda. Yana bulardan ham bor 100% razmerlar topiladi. Bahosini qaranglar. Baholari 65 ming so'mdan ishida turgan sapoqlarimiz obunachilar. Shikolat bahoda qo'yibdilar, lekin zo'r narx. Yana mininglardan bor. Xullas zo'r, har xil sapoqlarimiz bor. Bemalol kelib olsangiz bo'ladi. Keyin ko'pchilik so'radi. Alloh shukr, kardiganlarda yangilik bormi dedi. Kardiganlarimiz 160 ming so'mdan bo'ladi, uzun xilisi. Keyin yuqorida bir kardiganlarni kalta xillari ham bor. U 140 ming so'mdan bo'ladi obunachilar. Eng asosiysi qaranglar, buni zo'r bir yangilik bor. Agar kardigandan bir donasini oladigan bo'lsangizlar, sizlarga shuning sviterdan bir donasi bonusuna qo'shib beriladi yine. 50 ming so'mlik sviterdan bonusuna qo'shib beriladi. Yine zo'r narxda, lekin ajoyib aytib qo'yibdilar. Keyin eminingni yo'laklarimiz keldi. Apga bir umid qarab berasizmi? Narxincha so'mdan qo'ygan edik bu pastki qismda deylar, uzunlarni. 280 ming so'm. Avval Men tarafdagi 3 xatardaylarsa 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan zo'r narx, lekin bu 1, 2, 3 uchisi 300 ming so'mdan qo'yilgan. Beyanimiz 280 mingdan. Aytilgan bahodan ham qaytiladi axir. Aytilgan bahodan ham qaytiladi. Razmeri bor obunachilar, uzun xilligini qaranglar lekin. Keyin ko'pchilik so'radi, jaketlardan ham yangilik bormi dedi. Jaketlarimizda ham yangiliklarimiz bor obunachilar. Ya'ni shu jaketlaringiz ko'rib turgan, bunda yana giyzilib ham turibdi. Sviterning ustidan giysizlar chotki duradi ekan bu lekin.
Bahasına keladigan bo'lsangizlar, 99 ming so'm qo'yilgan bu narsani. Keyin mini uzun jaketlarimizdan bor. Bularning narxi 200 ming so'm qaytib beriladi. Keyin mini 150 minglik jaketlarimiz bor. Bu zo'r narxda turibdi, sifatini vobshim a'lo darajada turibdi buni obunachilar. Yana ko'rganlaringizdek mini uzun kardigan, kalta kardiganlarimiz har xilisidan bor. Keyin mini jeanslarimiz bor obunachilar. Jeanslarimiz narxi 50 ming so'mdan qo'yilgan. Keyin mini kapishon kela jaketlar bor yana. Keyin mini 340 ming so'mlik kurtkalarimizdan ham kelgan 340 minglikimiz. Eng asosiysi qaranglar, buni bahor bilasizlar, eldimiz, xudo xolasa bir oy bahor keladi. Bir oy mos qoldi desak bo'ladi. Buni kurtkani olganingizdan so'ng ishurdan narsani olib tashlasalar buni. Endi zamoki bo'ladi buni. Olsangizlar jaket kiyib yursangizlar bo'ladi, minning bo'ladi-da. Jaket giysangizlar ham bo'ladi, ish qilib xullas zo'r. Yana ko'rganlaringizdek zo'r narxda qo'yilgan. Keyin milliy shoy yo'naklarimizdan keldi, obunachilar. Yana xudo xolasa buni kommentariyada Allohga buni narxini aytinglar desangizlar, xudo xolasa sizlar e'lon qilib o'tib ketamiz. Bugun xudo xolasa buni narxini Instagram sahifamizdan e'lon qilib o'tamiz obunachilar. Yana buning yo'naklardan kelgan. Xullas sizlarga yoqadi narxi. Ko'rganingizdek. Keyin endilikda sizlarga detskiy kiyimlardan bir xabar olamiz. Detskiy kiyimlarimiz har xilosidan kelgan. Yana buning kiyimlardan bor. Yana buning ukalarimiz uchun kiyimlardan bor. Jenskiy, muskoy har xilosidan bo'ladi obunachilar. Yana zo'r narxda turibdi lekin. Buni beri bilasizlar donaga hisoblab berilmaydi. Ya'ni kiloga beriladi. Kilosi bu yerda xohlaganlaringiz 200 mingdan qo'yilgan. Yana ko'rganimizdek raqamlarimizni tushirdi, o'lchab berib turibdi o'z klientlar. Yana buning ninalarimiz bor, kastona o'xshaydi, usti koja. Bular ham shu 200 mingni hisoblab beriladi. Beyanozam, yana jenskiylar, ukalarimiz uchun bor. 1 yoshlardan to bu yerda 10 yoshlargacha kiyim topsangizlar bo'ladi obunachilar. Yana buning nilaridan bor. Qaranglar, usti pasi bo'ladi ekan bu. Narxidim zo'rna. O'zi 200 ming kiloga o'lchab beriladi bu yer. Yana bulardan bor, har xilasidan bor. Ichasi bo'ldi shu raqamga qo'lizdek. 86 ming so'm chiqdi bu. Ishtoni bilan ikki taraflama giysa bo'ladi. Ha, ikki taraflama. Ikki taraflama. Ha, bu o'zi pochkada turibdi-ku, voy. Avval pochkasi bilan keladi. Ish ukamizda bo'ladi axir, Bo'ladi. Alo deb. Salom deb. Gap yo'q. Yana buning nillardan ham keldi jaketlarimizni. Xullas obunachilar, endi jenskiy salonlarimizdan bor. Muskoy salonlardan bor, har xilasidan bor obunachilar. 100% bu yerdan detskiy kiyimlarni topib kelsangizlar bo'ladi. Yana har xil predmetlisi bor, har xilidan. Bemalol go'zaydillar ham olib borsangizlar bo'ladi. Yana mening usti jemper, pasti shuni ishtoli. Yana bu menimcha 2 yoshlar, 3 yoshlarga bo'ladi kerak. Har xil rangidan bor. 100% xudo xolasa Umar Shoyskiydi sizlarga yetirib berishga harakat qiladi obunachilar. Yana bu yonimizdan bosilib turibdi. Yana mini kurtkalardan bor. Bu ishtoni qo'shilib ketganda o'zina. Shundan bo'ladi obunachilar. Yana ko'rganlaringizdek Umar Shoyskiydi yangilikda xudo xolasa zo'rini sizlarga e'lon qilib turibdi. Har doimgidek aytganimdek, bir kardigana olgani xarid etgani bir dona sviter bonusuna bor obunachilar. Bonusuna sviterlarimiz bemalol yetarlicha bor. Endi qaranglar, mazilni satib o'taman. Mazilimiz bu yonimiz stenka, Urganchdagi Hamodar stenkasidan to'g'ri podval qismidan karmoshopga tushib kelishingizda chap qo'llaringizda 9-magazin bo'ladi. Bu yonimizda esa Askar Unna kafedan to'g'ri pastga tushib kelaverishingizda podval qismidan 10 qo'llaringizda 9-magazin. Bu yonimizga ketgan 91, 92, 93. Undan emas, faqat 9-magazinni o'zi obunachilar. Yana pastda nomerlarni qo'yamiz. Videomizga yoqqan bo'lsa bir like va obuna bo'lib qo'yinglar. Tez kunda biz 30 ming bo'layotimiz. Qo'ldan kelgancha bizani podlishga qilinglar. Biz sizlar yangilik ulashishdan charchamaymiz, xudo xolasa to'xtamaymiz obunachilar. Sog' salomat bo'linglar, o'zingizni asranglar.